hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar? Yaxshigina yuribsizlarmi? Mana bugun endi baqlajonlarimni teraman. Manaki sizlar bilan birgalikda quritishga qo'ygandik. Mana baqlajonlarim quridi. Tiqqillab qurib qoldi. Buni qishga salatlarga qilib qo'ygandim quritib. Endi hozir teramiz. Mana hurmatli obunachilar, qotib qurib qolibdi. Mana olib sindirib ba'zi birlari olinadi. Mana shunday qilib olib qo'yamiz. Mana qurib qo'ygan. Bunday qilib sindirib shu ham kichikchalari yopishib qolibdi. Shunday qilib olib qo'yamiz. Tagini cho'pini olib tashlayman-da. Ichidagi cho'pini kesib olaman. Anaqa lattali qopchiga solib qo'yaman. Deyman, qandoq chiroyli bo'lib quridi. Me'morim turibdi. Mana shunday qilib olib chiqamiz hammasini. Yoz telefonim bor, olishga qiyin bo'lyapti. Shunday qilib olib qo'yasizlar. Ba'zi birlar hali uncha yaxshi qurmabdi, tursin. Mana quriganlarini agar qurmagan turishda olib qo'ysanglar, anaqa bo'lib qoladi. Muvorlab qoladi. Shunday qilib olamiz. Hammasini shu tariqa olib chiqamiz. Obunachilar, mana juda ham qurib, yopishib qolgan. Hozir bitta qo'lim bilan anaqa qilib olmayapman. Kamera anaqa ushlab turman telefonimda. Yopishib qolgandan keyin olamiz. Mana shunday qurib qolgan. Mana qurigan baqlajonlarimiz. Mana hurmatli obunachilar, anaqa baqlajon qoqimizni terib oldim. Mana bir lagancha bo'ldi. Mana shunaqa gaplar. Baqlajon hammasini terib oldim. Endi buni lattali qopchiga solib qo'yaman. Qishda salatlar qilib yesanglar bo'ladi. Shunda mana shunday quritib olib, gullarim, xrizantemam endi ochilyapti. Chiroyli sabiya gulam turibdi. Atirgulchalarim mana ochyapti. Chiroyli lavanda gulim. Qalampirlarim turibdi hali. Mana haligacha yana gullab yotibdi anaqam qalampirlarim.